Men Safarova Muqaddam, oliy ma'lumotli pedagog, logoped psixolog, 2ta logopedik markaz, 1ta defektologik markaz va davlat bilan sherikchilik asosida maktabgacha ta'lim tashkilotini ochishga muvaffaq bo'ldim. Bu yo'l oson bo'lmadi. Men shunchaki markaz rahbari bo'lishni emas, imkoniyati cheklangan bolalarga hayotiga nur olib kelishni xohlayman. Mening kunim ertalab eshik ochishdan boshlanadi. Xodimlarim bilan reja tuzamiz. Har bir bola holatini muhokama qilamiz. Ota-onalarning ishonchi menga kuch bag'ishlaydi. Har bir bola orzu qilishga haqli va biz u bolalarni orzularini ro'yobga chiqarish uchun fidokorona mehnat qilamiz.